Tushda kola ko'rishning ta'birlari. Tushda kola ichish odatda behuda ishlar bilan shug'ullanayotganingizni yoki foydasiz bilimlarni o'rganayotganingizni bildiradi. Kola ba'zi bir ta'birchilarning fikriga ko'ra dunyo hayotining vaqtinchalik bezaklari va lazzatlaridir. Bu tushni ko'rgan odam hayolparast bo'lib, zibu ziynatlarga berilib, o'zining keyingi hayoti va diniy hayotini butunlay unutadi. Kola ba'zan gunoh ishini anglatadi. Tush ko'rgan odam o'z zavq va istaklariga muvofiq hayot kechiradi va atrofidagi odamlarga e'tibor bermaydi. Ular shuningdek vaqtinchalik muammolar va qayg'ulardir. Tushdagi kola bu siz behuda xafa bo'lib, o'zingizni vayron qilayotganingizdan va notanish odamlar tufayli muammoga duch kelayotganingizdan dalolat beradi. Tushda qorni to'ygunicha kola ichgan odam dunyoga shu qadar sho'ng'ib ketadiki, harom va halol haqida o'ylamaydi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.